Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Nurullo aka, Somsapas akamiz avval Gulchanda ochardi bilsanglar. 6 xil 7 xil somsa qiladi. Hozir shu yerga ko'chib olibdi. Manzili namunani yonboshdan shunday kirganda bu yog'i domga o'tib ketadi. Mo'ykani oldida 6 xil 7 xil somsalari bor. Kelini oradi. Xudo xolasa Nurullo akam o'zi. Choy ham misxumg'on deb qo'yadi akalar, vashshi choy ham shirin bo'ladi. Kibri yo'q inson, soddagina. To'ylarda povurlik ham qilib yuboradi akam, Alloh rozi bo'lsin. Hormagan usta. Nechida ochyapsiz? Nechida bekityapsiz? Yaxshi, kelaverasizlar, manzil namunani yonboshdan kirganda. Mazalik somsalar. Kelin oradi. Haligi ayalarimiz, onalarimiz u yer bu yerga ketyapsa ham shunday macheta bitta sevatni to'ldirib ketaveradi. Shu yerda yeb ichadiganlarga ham inshaalloh joylari bor. Kelin oradi. Sog' bo'linglar.